Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana biz navbatdagi darvozamizni Fayzli xonadonimizga olib kelib, uni ustunovka qilib bergan darvozamiz. High-tech bosimli darvozamiz. Mana hurmatli yurtdoshlar. Darvozamizning holati juda ideal holatda chiqdi. Ikkala listli двойной darvoza, qavatli. Tagilar chetlari 8x8 6 ga 1.7 stenkada tayyorlab berdik. Chaspaklari. Mana tagilarga shivirlar qo'yib umlashtirib berdik. Hozir arqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana zaxirani. Mana arqa holatlari, hurmatli yurtdoshlar. Bizgacha skobli darvoza. Rezinkalargacha kiyib umlashtirib berdik. Mana darvozamizning holati. Buni eni 3.25, bo'yi 3.45 ga tayyor bo'ldi bu darvozamiz. Uni kvadrati 1.200.000 dan chiqadi. Umumiy summasi 13 millionga olib kelib o'rnashtirib berdik. Mana darvozamiz hozir ideal xudoga shukr. Egasi ham xursand bo'lib qoldi. Mana egalari ham. Kimga qanaqa darvoza kerak bo'lsa, ekranda pastida nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Islom Usta doim xizmatlaringda. Xato va kamchiliklar bo'lsa, kommentariyga o'z fikrlaringizni qoldirib o'taverasizlar. Javob berishga harakat qilamiz. Xo'p. Mana holati darvozamizda. Kimga qanaqa darvoza kerak bo'lsa, nomerlarimiz bor, qoldirib o'tamiz. Telefon qilaverasizlar. O'zgacha dizayn, har xil xohlagan posonda stilda tayyorlab beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.